13-sentabr Xitoy hukumatining atalmış G'arbga yordam berish fidoyilari deb atalgan zo'r turkumdagi Xitoy ko'chmanlar qo'shini Sharq Turkistonga yetib kelib, har qaysi viloyat va nahiyalarga bo'lingan. Xitoy xabarlar to'rining 14-sentabrdagi xabarda aytilishicha, Xitoy o'lkalaridan yig'ilgan 6000 ga yaqin o'quvchi atalmış Xinjiang yordam berish nomida Sharq Turkistonning har qaysi shahar, nahiya, yezi qishloqlariga berib, ma'arif, tibbiy soha, ma'muriy organ, asosiy qatlam rahbarlik guruhi qatorliq hukumat o'rinlariga xizmatga o'rlashtirilgan. Xabarda bu o'quvchilarning markaz turi va yerlik tur degan ikki tur bo'yicha to'planganligini, ulardan 60%ning markaz turi bo'yicha to'plangan o'quvchilar ekanligi aytilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu xildagi o'quvchi o'tkash orqali atalmış Xinjiang yordam berish faoliyati 2003-yildan boshlangan bo'lib, hozirgacha 24 mingdan ortiq Xitoy o'quvchi mush shaklda Sharq Turkistonga ishga o'rlashtirilgan ekan. Amerikadagi mustaqil kuzatuvchi Elshad Hasan bu to'g'risida fikr qilib, nopos yutkash har qanday mustamlik hokimiyat birinchi bo'lib ijro qilgan tadbirlardir. Bu xildagi ishkirda ishsiz qolgan yaramaz o'quvchilarni Sharq Turkistonga yuqori maosh bilan taklif qilib ishga elish, yana bir yoqdan Sharq Turkiston tavasidan qochib ketayotgan Xitoy kadrlarining o'rnini to'ldirishni maqsad qildi degan.